bugün İslam dünyası gereken... Bugungi dunyoda qarama-qarshilik, radikalizm kabi illatlar ko'zga tashlanmoqda. Bizda shunday hikmat bor. Yigit kishi yiqilgan joyidan oyoqqa turadi. Aslida islomiy madaniyatning xususan Anadolida va shu zaminlarda eng do'stona hayot kechirishi bor. Bu madaniyat muhrlangan deyish mumkin. Misol uchun ba'zi qarashlarda ayollar uyni tartibga solish ishlarini tushlikkacha tugatishi lozim. Chunki agar o'rgimchak to'rini olsa, o'sha o'rgimchak kechgacha yana boshqa bir yerga to'r tortadi degan gaplar ham bor. Seljuk universiteti Imom Moturudiy tadqiqot va ta'lim markazi hamda uning ishtirokchilari bilan ishlashdan xursandligimni aytishni istayman. Bu Imom Moturudiyning nomiga qurilgan ilk markaz. Biz O'zbekistondagi markazdan bir necha yil avval qurdik va bir marta O'zbekistondagi markaz bilan birga seminarlar, yig'ilishlarda, konferensiyalarda Moturudiyning ilmiy merosini o'rganishda o'z hissamizni qo'shdik deb o'ylayman. Bu tadbirni tashkil etgan Imom Moturudiy tadqiqot va ta'lim markaziga qatnashgan barcha ishtirokchilar va hukumatingizga katta rahmat. Devlet erkanına da huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum.